Bugun eksportbop yuqori sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishni ko'paytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda albatta sifatli urug'lik muhim ahamiyat kasb etadi. Sohaga raqamlashtirish tizimining joriy etilishi kafolatli mahsulot yetishtirish imkoniyatini ham beradi. Hozir shu haqda. Sifatli urug'lik mo'l hosil garovi va ishonchli kafolat. Shu boisdan bugungi kunda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda urug'likka alohida e'tibor qaratilmoqda. Urug'lik sifatini baholashda yangi tizimning joriy etilgani katta qadamlardan biri bo'ldi. Bu tizim orqali har bir urug'lik qadoqlari raqamli QR-kodli yorliqlar bilan ta'minlanadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi davlat muassasasi tomonidan Qashqadaryo viloyatida o'tkazilgan press turda ommaviy axborot vositalari vakillari 2027 yil hosili uchun jamg'arilgan urug'lik donni saralash, qadoqlash jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Bu yerda joriy etilgan QR-kodli yorliqlash tizimining afzalliklari haqida ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Joriy yilda Qashqadaryo viloyatida 35 ming tonna atrofida urug'lik tayyorlash rejalashtirilgan. Bugungi kunda viloyatimizda 8 ta urug'lik saralash, doralash, qadoqlash sexlarida tunu kun ish rejimi tashkil etilgan. Har bir urug'lik sexda davlat muassasa mutaxassislari har 2 soatda namunalar olib, tahlillar o'tkazib, standart talab darajasida urug'likni tayyorlash ustida ish olib bormoqda. Joriy yil boshidan boshlab QR-kodli yorliqlash tizimi yo'lga qo'yildi. Iste'molchilar uchun mahsulot haqida keraklicha ma'lumot hammasi o'sha QR-kodli yorliqlashda ko'rib olsa bo'ladi. Bu tizimning qulayligi shundayki, ko'chadan har xil urug' kirib kelishni oldini olish, sifatli urug'ni fermer xo'jaligiga yetkazib berish maqsad. Bir so'z bilan aytganda, urug'chilik tizimi to'liq raqamlashtirildi. Bu esa sifatli urug'lik tayyorlash va qishloq xo'jaligimizda yana ham yuqori hosil olish uchun katta zamin yaratadi. Viloyatda 8 ta urug'lik bug'doyni saralash laboratoriyalari tashkil etilgan bo'lib, ularning hammasi zamonaviy uskuna va jihozlar bilan ta'minlangan. Raqamlashtirish natijasida urug'liklar haqidagi barcha ma'lumotlar, navdorlik va ekinboplik sifatlari, ishlab chiqaruvchi va urug'lik haqidagi zaruriy ma'lumotlarni QR-kod orqali smartfon yordamida bir zumda ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi va urug'likdan foydalanuvchi sifati kafolatlangan urug'likka ega bo'ladi. Laboratoriyada urug'lik g'alla ishlab chiqarish jarayonida uni tozalanishi, namlik, ifloslik, kasalliklar bo'yicha ichidagi begona o'ziga xos bo'lmagan navlarni yoki begona o't urug'larni 2 soatda tahlil qilib, muhrlangan daftarga tushirib boramiz. Xaltalarga, qvartkaga yopishtirilgan holatda alohida partiyalarga bo'lib saqlab, muzlatgichlarga chiqarib, kelgusida 2027-yil hosili uchun fermerlarimizga sara, sifatli urug'lik don yetkazib berish. Yangi tizim urug'lik mahsulotining kelib chiqish va sifatini raqamli nazorat qilish, sertifikatlashtirish jarayonlarining shaffofligini ta'minlash, shuningdek ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar uchun ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantirish imkonini beradi. Viloyatimiz tumanlaridagi urug'lik don tayyorlash sexlarida bugungi kunda tozalash, saralash, dorilash, qadoqlash hamda 2026 yil yanvar oyidan buyon joriy qilingan QR-kodli yorliqlar bilan yorliqlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bu kelgusida fermer va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalarida yuqori hosildorlik olinishini ta'minlaydi. QR-kodli yorliqlangan urug'liklarni olgan fermer va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalari ekish jarayonida bug'doy navlari, avlodlari hamda kelib chiqishi bo'yicha aniq va shaffof ma'lumotga ega bo'ladi. Xorijdan keltirilgan urug'lik donlar O'zagroinspeksiya huzuridagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi davlat muassasasi tomonidan analiz tahlillari o'tkazilib, xuddi O'zbekiston Respublikasida tayyorlangan urug'liklar qatorida qo'shimcha o'rganishlar o'tkazilib, QR-kodli yorliqlar bilan yorliqlanib, realizatsiya qilinadi. Fermer xo'jaliklarimiz QR-kodli yorliqlardan foydalanib, skaner qilish jarayonida ekmoqchi bo'lgan urug'liklarni tavsifnomasiga to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Yangi tizimning joriy etilishi eksportbop yuqori sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.